Avtobusning namchil oynasidan g'ira-shira ko'cha chiroqlari lip-lip o'tardi. Ichkaridagi dim havo g'iybat hidi bilan zaharlangan. Oldingi o'rindiqdagi ikki ayol kimningdir oilaviy fojiasini go'yo qiziqarli serialdek tomosha qilib, ishtaha bilan muhokama qilardi. Eshitdingizmi? Xiyonat ustida ushlanibdi. Erkak zoti borki, hammasi shunaqa. Ularning har bir jumlasi yigitning ongiga zaharli tikan bo'lib sanchilar. Ko'chadagi sovuqdan ko'ra bu gaplar itni ko'proq uvishtirardi. U binoning zinapoyalaridan g'azab bilan va shubha bilan ko'tarildi. Ko'chadan o'zi bilan yetaklab kelgan iflos dunyo qarashlari ko'kragini qisardi. Cho'ntagidan kalitni sug'urib olarkan, miyasida ayollarning sovuq kulgisi va hammasi birgo'r degan hukmi jaranglardi. Eshikni go'yo dushmanga hujum qilgandek shiddat bilan ochdi. Ammo ostonada uni butunlay boshqa olam kutib oldi. Uyda oqshom sukunati hukmron. Nimqorong'u xona burchagida oppoq cho'pon ichida farishtadek kitoblanib ayoli asr namozini o'qiyotgan edi. U endigina duo uchun qo'l ochgan, pichirlayotgan lablaridan to'kilayotgan so'zlar yigitning g'azabini lahzada kulga aylantirdi. Allohim, beayb sening o'zingdirsan. Juftimning qalbini pok qil. Uni ko'cha yomonligidan, birovning aybidan va shaytonning vasvasasidan o'zing asra. Uni menga, meni unga omonat qil. Yigit eshikka suyanganicha qotib qoldi. Ko'chadagi g'iybatlar, avtobusdagi zaharli gaplar, uydagi bu pokiza duo oldida chirib bitgan xazondek uchib ketdi. U tashqarida yo'qolgan deb o'ylagan sadoqatini o'z uyida sarg'ish chiroq ostida duo qilayotgan ayolining kaftlarida topdi. Ko'chadagi g'iybat dunyoni yiqitadi. Uyda duo esa uni o'z o'rnida ushlab turadi.